Uchrashuv yakunlandi do'stlar. Milliy terma jamoamiz Kanadaga qarshi 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi va bilasizmi do'stlar, men bu uchrashuvni hisobini olib tashlab, shunchaki o'yinga qaragan holimda ham biz maydonda rostmanasiga mag'lub bo'ldik. Bilasizmi, Zidanning bitta zo'r gapi bor. Agarda meni jamoam hisobda mag'lubiyatga uchrab, lekin maydonda zo'r o'ynab, kurashib mag'lub bo'lgan bo'lsa, men yigitlarga e'tiroz bildirmayman va qaysidir qilgan xatolarimiz ustida keyingi safar ishlayman degan. Lekin bilasizmi, biz bugun Kanadadan ustun bo'la olmadik. Vaziyatlarimiz bo'ldi, foydalana olmadik. Eldor Shomurodovning o'zida ikkita yaqqol vaziyat bo'ldi, undan ura olmadik. Sergeyevning o'zida yana bitta birga bir to'liq toza vaziyat bo'ldi, undan ham foydalana olmadik. Cannavaro milliy terma jamoamiz umuman Ufa bilan kelishgan holda italiyalik o'sha hujumchilar bilan ishlaydigan mutaxassislarni olib kelgandi. Biroq ularning ishini ko'rmadim men maydonda. Aslida bilasizmi, jahon chempionatida kimlar furor ko'taradi, kimlar o'sha cho'qqiga chiqadi. Yarim imkoniyatdan ham gol urib ketadigan, yo'q joydan vaziyat yaratib, hisobni ochadigan, jamoasini oldinga olib chiqadigan jamoalar va futbolchilar e'tirof etiladi va aynan mana shu xususiyat bizga kerak. Bugun esa pand berdi. Realizatsiyamiz yomon. Hujumlarimizdan natija chiqara olmayapmiz. Va bilasizmi, bugun markazni ham bo'y berdik. Otabek Shukurov va Odilbek Hamrobekov bo'y berib qo'ydi. Otabek Shukurovning o'zi 3-4 marta aldab o'tildi. To'plarni ko'p yo'qotdik va o'yin nazoratida ham bizda anchagina kamchiliklar sezilib turibdi. Bilmadim, jahon chempionatida bu o'yinimiz bilan qanday natijalar qayd etamiz? Ochig'ini aytsam, 8-da bo'lib o'tadigan Niderlandiyaga qarshi va umuman Kongo, Portugaliya, Kolumbiyaga qarshi jahon chempionatidagi uchrashuvlarni o'ylasam, sochlarimga oq tushib ketyapti. Mayli, balki Cannavaro o'sha terma jamoani jahon chempionatiga boshqacharoq kayfiyatda tayyorlar. Bu shunchaki o'rtoqlik uchrashuvi ekanligi uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rishmagandir, ya'ni jiddiy qabul qilishmagandir o'yinni deb o'zimizni hozircha avrab turamiz. O'zimizni hozircha ishontirib turamiz shu haqiqatlarga. To'g'risi, bugun yaxshi o'yinimizdan ko'ra, yaxshi harakatlarimizdan ko'ra kamchiliklarimiz ko'proq ko'zga tashlandi. Sizda qanday fikrlar bor? Barchasini kommentariyada qoldiring.